tafsir Cöhər degan Qur'onning bir tafsiri chiqdi. Buni takrorlab, buni davra deb o'ylab qolmaylik, hurmatli jamoat. Bu shaxsiy bir odamningki kitobi emas, Allohningki, Qur'oni Karim Allohning kitobi. Shuni tushunishga, odam shuning ichidagi boylikni foydalanishga har bir odamning qo'li kelmaydi. Shuning bir mumkinchilik bagarlarni qildi. Dunyoda olimlarcha ne katta olimlar bor. Lekin 100 yilda Alloh subhanahu va taolo ashta bir olimni chiqardi ekan, u qiyomatgacha u o'zini shuningki o'zi sadaqa jariyasi o'zi to'xtamay nima qildi. Buni odat so'zlaymiz, masalan biz so'zni katta aytib bo'lsak, yo'q. Lekin sadaqa jariyga kitoblar Qur'on. Bu qiyomat uchun yo'qotib ketmaydi. Hammamiz bilamiz. Mushuna Alloh subhanahu va taolo o'zining fazli bilan, karimi bilan shu dunyoda qanchalik tilni so'zlaydigan odamlar bo'lsa, hammasiga shuning o'zidan olimlarni chiqarib, shuning o'ziga tarjima qildirib, xalqqa shu yaratgan bandalik o'zining tilidan tushunishlik yo'lda o'zi beradi. Qayerga borsa Alloh subhanahu va taolo biz musulmonlarning ishini shunday xizmatni qilishga bir mumkinchilik bergan bizning olimlarimiz bor. Tafsir kitobni o'tganda nima tajriba bo'ldi? Tafsir Cöhər. Tafsir Cöhər degan nima? Tafsir Cöhər degan har bir narsaningki bir xulosa, bir neg'izi, bir tadqiq bo'ldi u. Tafsirga tushunish bo'lsa, shu necha yuz so'zning birini tanlab, sizning oldingizga naqd tushunishga loyiq qilib qo'ygan narsa Cöhər. Mushu tafsir Cöhər deganni bizningki musulmonlarning o'zining tilida necha turli kitoblarni arabiy bo'lsin, boshqa elib, shu musulmonlarningki tushunishga loyiq, zamonga loyiq shuni tafsirini yaxshilab tushuntirib, buni yaqinda chiqardi buni. Birinchidan yozdi oldi. Allohning rozi bo'lsin. Buni yezib, mushunchalik o'zini bir kitob o'rniga keltirishni qiyin narsa. Buni Alloh ilhom bergan olimlar qildi. Bu o'zi 9 jilda. 9 jilda. Mushtaqil 9da. Buningda 9 jilning hammasi 6000 sahifa. 6000 sahifa. Yani 3000 varaq, 3000 varaqda o'shalarni tafsirlaymiz. Ya'ni bundan o'tib 30-40 jild yozganlar bor. Lekin bizning musulmonlarning ichida, bizning millatimizning ichida shunday yozishni birga chiqib turgan. Buni bunday qilishimizning sabab, buni yozganlar din uchun, xalq uchun, millat uchun yozdi. Buni boshqalar o'zining dini uchun, millat uchun, o'zining borlig'ini chechib, mushuni o'zi musulmonlarning qo'liga taqchid. Endi bunun içinde biz bunu turmasdan, aşağıda besip koymasdan biz bunu kümet bilip okup faydalayıp hürmetli cemaat. Bu bizim dinimizden varlığı. Endi mushuningda o'tganda Dilmurat Başkan birazdan o'tgan yana bir qayta dish to'g'ri keldi hurmatli cemaat. Buningki mush 9 jildninki bir jildini chiqardi. Birisi chiqdi. Yani 8 bor. 8 bor. Mushuning o'ziniki bu narsani qiyin narsa mavjud. Shuna birinchidan iqtisodni chiqardi. Ikkinchidan mushunga qonunlik davlatimizningki o'zining qonun bo'yicha, zakon bo'yicha ruxsat oladigan dini boshqa hammani elib qanchalik bunga vaqt ketdi, nervi ketdi, pul ketdi. Hal qilmasdan mushu Ramazon o'tdi bu. Ramazonda musulmonlar foydalansin. Ulug' Ramazonga mushuni bir xalqning oldida, musulmonlar oldida qo'lga topshirib, kecha kunduz harakat qilib, mushuni oldimizga qo'ydik. Shunga Pir Muhammad Hajim, Dilmurat Hajimdan Alloh rozi bo'lsin, mana bir chiqib oldimizga qo'ydi. Yana qolgan 8 jildisini mushuni o'xshash bostirib musulmonlar uchun qo'lga topshirib berishga Alloh subhanahu va taolo
bununla bize güç kuvvet ata kılmıştır. Ar-Rahman-Ar-Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdina sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllin. Amin. Ya Allah, bu Ramazan'ın hakkı hürmetine öz layıkıda ada kılışını nasip eyleyin. Bağlılığımızda birlik ittifaklık begin, dinimizde kuş kuvvet begin ya Allah. Muşu uluk aylarda, muşu altı sürüşüp, hayır sahavat, sadık cariye kılgan, Pir Muhammed Hacı Evlad'ınki Allah Teala'nın hizmetinden kabul kılgan, merhum Pir Muhammed Hacı Şerafet Hacı Neşi uluk, Ramazan'ınki Cuma günlerinin hakkı hürmetidir, günahlarını keçirip cennet ata kılgan. Bakılga, korkaklıga, birlik ittifaklık begin, kesinlikle bereket begin. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn ve rahmetihi ya Rabbi. Ya Allah, hoşlu okulmuş Kur'an'ın olan sevabı cemaatimizden yarakıta kapatıştıgan atı bağları ırık tukalım boyu bakşırcan imamını salamat kılgaç ya Allah. Bula arkadaşlar günahlarını tekirgeysiz, kabulünü münavvat kılgaçız. Hasesen merhum bir Muhammed Hacatımızdan, merhum Şerafet Khan Hacatımız boyu bakşırdık ya Allah. Kur'an'ın hakka hürmüşlerinin günahlarını tekirgeysiz, merhum İnşirat İkram, merhum İbn-i Cennetam, Kasım Hacıkam, Kadir Hacıkam, Ömer Hacıkam, ya Muhammed Hacatımız boyu bakşırdık. Ya Allah canım imamını salamat kılgaçız, günahlarını tekirgeysiz, kabulünü münavvat kılgaç ya Allah. Bağlılığımızın şular için, şuna arkalı kalkan korkak hoşuna çıkan bir kadın. Cenab-ı Kılgaçız, bana arkalı korkaklıkla, ittifaklık bölgesiz, kesinlikle bereket bölgesiz ya Allah. Şunun bu okşaş, Müslümanlardan içinde hatta, şunun hadık için, millet için, La ilahe ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bağlarımızla birlik vakit hata bulaşız. Ramazan'ın hakkı hürmetini öz layıklı adak etmesine secde edeceğiz. Ve sallallahu teala ve aleyhi ve ashabi ecmaîn ve rahmetihi ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.